Keyingi misolni ko'ramiz. Agar a ko'paytirilgan b 1 ga va inkor a qo'shilgan c 0 ga teng bo'lsa, quyida berilgan ifodaning noto'g'ri yoki to'g'ri ekanligini aniqlang debdi. Bizga berilgan quyidagi ifodalar mana bu ikkita ifoda hisoblanadi. Mana shu ikkita ifodani tekshirib ko'rishimiz kerak. Biz bularni tekshirish uchun avval berilgan ifodaga qaraymiz. Mana bunga mana. Bu yerda qachon 1 ga teng bo'ladi? Demak, a ham b ham 1 ga teng bo'lgandagina bu ifodamiz, mantiqiy ifodamiz 1 ga teng bo'ladi. Demak, bundan ko'rinadiki, a ham b ham rost qiymat qabul qilgan, ya'ni 1 ga teng. Keyingisi ikkinchi ifodamizni ko'ramiz. Ikkinchi berilgan ifodani, ya'ni yuqorida savolda berilgan ifodani. Bu yerda qachon inkor a ni qo'shsak c ga 0 bo'ladi? Ya'ni yolg'on qiymat qabul qiladi. Qachonki ikkalasi ham yolg'on bo'lsa, ya'ni mana bu yoki amalning o'ng tomoni ham, chap tomoni ham yolg'on bo'lgandagina yolg'on qiymat qabul qiladi. Biz bildikki, a demak 1 ga teng. A 1 ga teng bo'lsa, inkor amiz ham mana bu yerda inkor amiz 0 ga teng bo'ladi. O'z-o'zidan ma'lumki, inkor a 0 ga teng bo'lsa, c ham 0 ga teng bo'ladi. Va o'shandagina mana bu yerda natija 0 chiqadi. Biz buni bu ikki ifodadan a, b, c o'zgaruvchilarning qiymatlarini topib oldik. Mantiqiy ifodalarning qiymatini topib oldik. A, b, c. Mana shularni endi yozamiz. Mana bu yerda birinchi misolimizga keltirib qo'yamiz. Agar shunga keltirib qo'yganimizda a, b, c ning qiymatlarini bu 1 ga teng bo'lsa, demak rost qiymat qabul qiladi. Boshladik. Inkor qavs ichida a aytdik 1 ga teng. To'g'ridan-to'g'ri qiymatni qo'yib ketamiz. A rost, ko'paytirilgan b ham rost. Qo'shilgan c yolg'on. Demak, birinchi qavs ichini bajaramiz. 1 ni 1 ga rostni rostga ko'paytiradigan bo'lsak, demak rost qiymat qabul qiladi. Buning inkori yolg'on bo'ladi. Va qo'shamiz yolg'onga, bu ham teng yolg'on bo'ladi. Mana ko'rdikki, demak, bu ifodamiz to'g'ri emas. Ya'ni bu rost qiymat qabul qildi. Ya'ni 1 ga teng bo'lmadi, balki 0 ga teng bo'ldi. Endi ikkinchi ifodamizni ko'ramiz. Ikkinchi ifodamiz to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Demak, birinchi ifodamiz noto'g'ri bo'lib chiqdi. Ikkinchi ifodamiz. Bunga 1 qo'yib qo'yaylik. 2. Qavs ichida a rost edi. Rost. Ko'paytirilgan c yolg'on edi. Yolg'on. Qavsni yopamiz. Yana ko'paytirilgan. Qavs ochamiz. b rost. Qo'shilgan c esa yolg'on edi. Endi birinchi amal mana bu, ikkinchi amal bu, uchinchi amal bu. Birinchi amalimiz, ya'ni birni yolg'onga ko'paytiradigan bo'lsak, yolg'on, ko'paytmani qo'yamiz. Birni rostga qo'shadigan bo'lsak, rost. Yolg'onga qo'shadigan bo'lsak, rost. Ikkalasini ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni 0 ni rostga ko'paytiradigan bo'lsak, yolg'on bo'ladi. Endi mana bu qiymatga qaraydigan bo'lsak, haqiqatdan bu 0 ga teng chiqarkan, bu true qiymat qabul qiladi. Bu yerdan o'z-o'zidan ma'lumki, birinchi ifodamiz noto'g'ri, ikkinchi ifodamiz to'g'ri ekan. A javobni qabul qilsak bo'ladi.